Buzoqlar tanigan bo'lsanglar, shorts video qo'ygandim. Bu video hali $250 buzoqchalar deb. Shu videomiz hozir 700 mingdan oshib ketibdi bugun. Juda kommentariyalar bo'libdi. Bizga nimaga qilmadi. Mana bular bo'g'oz sigirlarimiz va hunajillarimiz. Eksportga asosan 3 oylik, 6 oylik bo'g'oz mollar mana bular. Birinchi tug'malar ruxsat etilgan. Germaniyadan to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonga mol olib borildimi? Kim biladi? Germaniyadan to'g'ridan-to'g'ri. Germanskiy molni mana bu qulog'idan aytib o'tdim. To'lab olsa bo'ladi. Har bir davlatda o'zining kod raqami bo'ladi. O'sha narxlar haqida aytib o'tdim. Narxlar kundan kunga ko'tarilyapti va mol eksport bo'yicha ham hozircha Germaniya eksport qilishi juda qiyin. Virus tarqagan. Bu mana shu sigirlarimiz hech qanaqangi olib sotar narx ko'targani yo'q, blogerlar ham narx ko'targani yo'q. Bu o'zi bozor belgilab qo'yadi, dunyo bozori. Shunday talab taklifga qarab, shunga qarab narx-navo belgilanadi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun yana bir video qilmoqchiman. Mana shu buzoqlar tanigan bo'lsanglar, shorts video qo'ygandim. Bu video hali $250 buzoqchalar deb. Shu videomiz hozir 700 mingdan oshib ketibdi bugun. Juda kommentariyalar bo'libdi. Bizga nimaga qimmat olib sotarlar, bunday deb shunga Germaniya holatida ham gapirib o'tmoqchiman. Mana bu buzoqchalarimiz, bular gibrid buzoqchalar. Onasi Golstein, otasi belgiyskiy. Mana bu yerda Angus urib qo'yilgan buzoqlar. Bu asosan shu bo'rdoq ichiga boqiladigan buzoqlarimiz hisoblanadi. Shu Golsteindan olingan bolalari. Mana bular ham shu belgiyskiy buzoqlar. Endi Germaniyada narxni ham aytib o'tmoqchiman. Aktual O'zbekistonda ham juda qimmatlab ketdi. Bilgan bo'lsanglar, shu bir oy ichida juda qimmatladi hamma narxlar. Oziq-ovqat, mol ozuqasi ham juda qimmatladi. Bu faqat O'zbekistonda emas, shuni aytib o'tmoqchiman. Birinchi o'rinda bu butun dunyoda. Qolaversa Germaniyada ham narx juda qimmatlab ketyapti. Karrasiga ko'tarilib ketyapti. Kecha gapirgan gapingiz bugunga to'g'ri kelmayapti. Bunda hech qancha vaqt o'tmayapti. Misol uchun mana bular 1,5 oy oldin shu 250 yevrodan bo'layotgan bo'lsa, hozir kerak bo'lsa karrasiga ham oshib ketdi-da. O'zbekistonda ham xuddi shunday bo'ldi. O'zbekistonda ham 5-6 oy oldin 5 million, 6 million deyilgan buzoqlaringiz hozir 10 milliondan oshib ketdi. Germaniyada ham shu. Bunga sabab endi o'zim bilgancha aytib o'taman. Sababi nima? Bu asosan sababi inflyatsiya. Germaniyada holat bo'yicha aytadigan bo'lsam, pul ancha qadrsizlandi, yevro ham, oziq-ovqat, ayniqsa oziq-ovqat mahsulotlariga bilindi. Qolgan hammaga ko'tarildi. Ayniqsa sut mahsulotlari va go'sht mahsulotlari karrasiga qimmatlab ketdi. Ko'chada restoran xizmatlari, ovqatlanish deysizmi, bu faqat O'zbekistonda emas, Germaniyada ham, butun dunyoda shunday holat bo'lyapti. Endi buning sabablari siyosiy, iqtisodiy sabablari ko'p. Endi bunga to'xtalib o'tmayman. Shuning uchun O'zbekistonda qimmatlayotgan narxga ham to'g'ri tushunaveringlar. Buni hech qanaqangi olib sotar narx ko'targani yo'q, blogerlar ham narx ko'targani yo'q. Bu o'zi bozor belgilab qo'yadi, dunyo bozori. Shunday talab taklifga qarab, shunga qarab narx-navo belgilanadi. O'zbekistonda narxni o'ta qimmatlaganiga shu talab holigacha qondirilmayapti. Shuning uchun endi qondirilmashining sababi ham chetdan mol olib kelish to'xtatilgan. Shuning uchun yana ham talab kamaygan, yuqori bo'lgani uchun narx yana qimmatlab ketdi. O'zi aslida shu normal holatda qimmatlayapti narxlarimiz, lekin hozir shu talab, yo'llar bekilgani uchun yana ham qimmatlab ketdi. Xo'p. Endi O'zbekiston, Germaniyada ham narxni ham aytib o'taman. 2 oy oldin mana shu buzoqlarimiz endi bu 1 oylik buzoq deb oladigan bo'lsak, 250-300 yevrodan bo'lyapti ro'da. Hozirgi narxda bugun olib ketadi bularni, mana kattalarni olib ketadi. Mana buni, keyin buni, keyin mana bu yerda endi kattaroqlari bor. Qolgani qora bloger buzoqchamiz qoladi yana keyingi oyga. 1 oylik bo'lgandan keyin olib ketiladi-da. Ular olib ketiladi. Lekin bugungi narxi menimcha kamida 400-500 yevro bo'ladi mana shu buzoqlarimiz.
Bu degani bir oy oldin, 1,5 oy oldin sotgan buzog'imiz 250-300 dan sotgan bo'lsak, hozir pashti shu karrasiga qimmatladida 450-500 ga chiqdi mana shu buzoq. Bugungi holatiga, olib ketiladigan holatiga. Endi bu butun dunyo, Germaniyada misol uchun hozir eng talab kuchligi shu go'sht yo'nalishiga bo'lyapti. Semental buzoqlar. Kerak bo'lsa yanvar oyining boshlarida kilogrammiga 10 yevrodan taklif berilgan. Undan oldin bunaqa emas edi. Endi grafikni ham qo'yib qo'yaman, narxlari qimmatlashini. Asosan shu go'sht yo'nalishidagi buzoqlarimiz juda qimmatladi. Eng qimmati aytib o'tdim, semental shu buzoqlar 10 yevrodan ham taklif qilinyapti kilosiga. U degani mana misol uchun mana bu endi 90 kilo chiqadigan bo'lsa, 90 chiqmaydi. 900 yevro deganga to'g'ri kelib qoladi agar 90 kilolik buzoq, semental buzoqchangiz bo'ladigan bo'lsa. 60-70 kilolik buzoqchangiz shu 600-700 shunaqa atrofida bo'lyapti. Go'shtning narxi ham qimmatladi. Go'shtning buzoqlar unchalik qimmatlamadi. Endi bo'rdoq ichiga boqiladigan buzoqlar aytib o'tdim. Qimmatladi, lekin sigir qiladigan buzoqlaringiz hozir 5,5 yevrodan taklif qilinyapti. Misol uchun semental buqa buzoqlar 10 yevro bo'ladigan bo'lsa, semental xunajim buzoqlar shu 5,5-6 yevroga doğru ko'tariladi narxi. Endi keyingi masala shu narxlarni aytib o'tdim. Hech qanaqangi bu yerda olib sotardi, blogerlarda aybi yo'q. Butun dunyoda shu. Shu kommentariyada juda ko'plar shu blogerlar aytibdi, rasm o'sha keyingi holat. Eksport masalasi bo'ladigan bo'lsa, bu ham hozir dolzarb mavzu bo'lib qolyapti. Hozir ko'p davlatlardan eksport, import keskin kamaygan. Kerak bo'lsa, ko'p davlatlar yopib ham qo'ydi yo'lni. Shu jumladan O'zbekiston ham har xil kasalliklarni kirishini oldini olish uchun, chiqishini oldini olish uchun bu ham O'zbekiston ham yo'llarni yopib qo'ygan. Hozir kiritilmayapti O'zbekistonga ham. Ma'lum bir davlatlardan kiritilyapti, shu virus tarqamagan davlatlardan. Lekin Germaniyadan o'tgan yili virus tarqadi, hozir ham bu davom etyapti. Shuning uchun eksport masalasi ham uzoq mamlakatlarga, 3-davlatlarga juda qiyin. Mana bu yerda tug'ruqxona buzoqlar. Bu yerda ham shu yana yangi tug'ilgan buzoqlarimiz bor. O'yinda yotibdi. Bu ham shu go'sht yo'nalishining enasi mana Golstein, lekin belgiyskiy Angus urug'lar qo'yilyapti. Eksport masalasida yana to'xtaladigan bo'lsak, hozir Germaniya tashqariga chiqarmayapti. Buzoqlar juda ko'pchilik yozdi O'zbekistonga olib keling deb 250. Endi 250 narx yo'q endi. Bu o'sha paytdagi narx hozir aytdim, karrasiga qimmatlab ketdi. O'zbekistonda ham shu bilayotgan bo'lsanglar, makka dona hamma yo'q, qimmatladi. Hech kim bilmagan holatda, kutmagan holatda qimmatlab nima bo'lyapti deb qolishdi. Keyin O'zbekistonga umuman mumkin emas bir oylik buzoqlarni. Eng kamida shu bo'lsa 7 oylik ham ruxsat bor, lekin uni hozir mumkin emas, lekin ruxsat etilgan taqdirda ham buni o'zining ma'lum qonun qoidalari bor. 6 soat mashinada yurasiz, yana qanchadir 6 soat dam olasiz. O'sha qonunlarga amal qilsangiz eksport bo'ladi. Bo'lmasam O'zbekistonda hayvon himoyasi eng kuchli hisoblanadi Yevropada. Hatto shu hayvon himoyasi jamiyatini yalpi ichki mahsulotlariga nima deydi? Mablag'i O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotidan ko'p. U degani juda katta pul ajratiladi hayvon himoyasiga. Shuning uchun eksport, import qilayotganda ancha-muncha davlatlar bularning qonun qoidasiga, hatto nemislar ham o'zlari chidasha olmaydi. Misol uchun 2021-yilda o'qib qoldim xabarlardan. Shu 2021-yilda o'zida 7000 dan ziyod qoramol Qozog'iston va O'zbekistonga eksport qilingan ekan. Undan 4000 dan oshig'i O'zbekistonga, 3000 dan oshig'rog'i Qozog'istonga eksport qilingan ekan. 2021-yilda o'zida. Shunda tekshiruv olib borilganda ko'p ashu u degani 7000 ta, 8000 ta ekan emas. Tekshiruv olib borilganda hujjat shunday qilishgan ekanki, Vengriyaga eksport qilinyapti, olib ketilgan. Vengriyadan shu 2-3 kun turib, keyin shu Qozog'iston, O'zbekistonga olib ketilgan ekan. Shu mana bular bo'g'oz sigirlarimiz va xunajinlarimiz.
eksportga asosan 3 oylik, 6 oylik bo'g'oz mollar mana bular. Birinchi tug'malar ruxsat etilgan. Endi menda bir anaqa tug'ilyaptiki, Germaniyadan 2021-yildan keyin eksportga Germaniyadan to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonga mol olib borildimi? Kim biladi? Germaniyadan to'g'ridan-to'g'ri. Germanskiy molni mana bu qulog'idan aytib o'tdim. Bilib olsa bo'ladi. Har bir davlatning o'zining kod raqami bo'ladi. O'shundan qaysi davlat molligini bilsa bo'ladi. Sababi shu 2021-yilda aytib o'tdim, 8000, 7000 dan ziyod qora mol O'rta Osiyoga eksport qilingan. Ular tekshirib olib borilganda, bular birinchi dokument Vengriyaga bo'lgan. Vengriyaga o'tib turib, u yerda yana 2-3 kun turib, hujjatini qilib turib, O'zbekistonga jo'natishgan. O'zbekistonga jo'natish davrida Germaniya qonunchiligiga to'g'ri kelmaydigan holatlarda olib borilgan. Ya'ni bunda mol olib borilayotganda ham shunday bo'lish kerakki, ma'lum 12 soatni, ma'lum soat yuradida yana qanchadir vaqt mollarga dam berish kerak, yurmasdan dam olish kerak. Sababi ular bo'g'oz, ancha stress oladi. O'sha qonunlarni buzgan va ora necha ming kilometrdan keyin ham orada bir kunlikmi qanchadir dam olish bo'lishi kerak bo'lgan. Bularni surishtirib olib borganda, shu Rossiyada boshqa joylar, to'xtaydigan joylarni tekshirib qaraganda faqatgina shunchaki tunab qoladigan joyga o'xshaydigan joylarda hayvonlarni saqlagan. Shundan keyin O'zbekiston aytish bo'yicha qora ro'yxatga tushgan. Ya'ni Germaniyadan to'g'ridan-to'g'ri eksport qilish uchun gumonlanuvchi davlat sifatida belgilab qo'ygan ekan. Menimcha shuning uchun 2020-yildan keyin O'zbekistonga bunaqangi ko'p miqdorda Germaniyadan to'g'ridan-to'g'ri olib borilmagan. Endi hozirgi mol olib borayotgan firmalar shunday qilyaptikanki, Germaniyadan molni sotib oladi Polshaga yoki Vengriyaga deb turib, o'sha yerda olib o'tgandan keyin yana shunday saqlashib turib, o'sha Vengriya davlatidan sotib olindi qilinib, O'zbekistonga eksport qilinishi mumkin ekan O'rta Osiyoga. Lekin to'g'ridan-to'g'ri Germaniyaga menimcha agar yo'llar ochiq bo'lgan taqdirda ham O'zbekistonga uzoq masofaga mana bunday 6 oylik, 3 oylik bo'g'oz sigirlarni menimcha eksport qilmasa kerak. Yana bilmadim, agar shu yaqin 3 yil ichida Germaniyadan to'g'ridan-to'g'ri olib borilgan insonlar bo'lsa, yozsa, kommentga yozsa, shunda yana ishonchli bo'lardi. Endi hozir ko'ryapman men ham xabarlarda mol olib boruvchilar bilan suhbatlashsam ham Daniyadan olib kelinishi mumkin, Gollandiyadan, Avstriyadan deydi. Lekin Germaniyadan hech eshitmadim to'g'ridan-to'g'ri. U Germaniya eksport qiladigan davlat qora mollarni, lekin Avstriya unaqa katta davlat emas. Vengriyalar ham menimcha eksportga hali chiqarmasa kerak mollarini. Shu Germaniyadan qo'shni davlatlarga sotishib, shularni olib o'tishayotgan bo'lishi mumkin. Yana buni shuning uchun agar Germaniyadan to'g'ridan-to'g'ri mol eksport qilib beraman deydigan insonlar bo'lsa, bir surishtirib ko'ringlar mollarni. Keyin olib olgan molinglarni qulog'idagi nomerlarni ko'ringlar. Agar Avstriyadan olyapman desa, qulog'idagi nomer germanskiy bo'lishi ham mumkin. Cheres Avstriya orqali olib o'tgan bo'lishi ham mumkin. Shu narxlar haqida aytib o'tdim. Narxlar kundan kunga ko'tarilyapti va mol eksport bo'yicha ham hozircha Germaniya eksport qilishi juda qiyin. Virus tarqagan. Bu mana shu sigirlarimizni ham barchasini biz emlaganmiz. O'tgan yili o'sha oqsilga o'xshagan kasallikka emlaganmiz. Yana bu sigirlarni bu yilgi sezonda ham aytishyaptiki, yaxshisi molinglarni emlanglar deb. Endi ko'ramiz, endi holatga qarab, vaziyatga qarab ko'ramiz. Barchalarga rahmat, sog' bo'lasizlar.